Payg'ambarimiz alayhissalom roza haqida juda ko'p ma'lumotlar berdilar, hadislar berdilar. Alloh Qur'onda rozani bizga farz ekanligi haqida oyat Qur'onda aytib qo'ydi. Estağfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Ey iymonli bandam deydi. Bu biz iymonlilarga tegishlik. Hamma odamga bas. Ey iymonli bandam deydi. Avvalgilarga roza farz qilingandek sizlarga ham farz qilindi. Bo'ldi, bu farz. Farzligida to'rtta mazhab bo'lsa, birortasida shubha yo'q. Vojib deganlar yo'q. Hamma mazhabda Ramazon oyining rozasi bu farz bo'ladi. Xudo rozani gapirib turib aytadiki, shoyatki sizlar taqvodor bo'lsalaring. Bu Ramazon oyi taqvo oyi. Boshqa oylarda qilmaydigan ishlarimizni bilsalaring shu oyda qilamiz qanaqadir. Boshqa oylarda yo'q jamoat Ramazon oyida bo'ladi shu. Buni sabablarini inshaalloh suhbat davomida Xudo xolasa bilamiz. Ramazon oyida odam o'zini kim ekanligini bilib olsa bo'ladi. Ramazon oyida. Nimaga desa, chunki xo'p boshqa oyda shayton vasvas qildi, shaytondan ko'ra iymoni zaiflik qilib kurashalmadi. Endi xo'p shaytonni Xudo olib qo'ydi. Lekin qolgan 11 oyda nima ish qilib yurgan bo'lsa, shuni qilib yuribdi. Biling eng yomon odam o'sha odam. Chunki Ramazon oyida juda ko'p odamni yaxshi tomonga o'zgarganini ko'ramiz. Halim bo'lib qoladi, yumshoq bo'lib qoladi. Urushmaydigan bo'lib qoladi, ichmaydigan bo'lib qoladi, masjidga boradigan bo'lib qoladi. Uni kulmang, uni gapirmang, uni qo'l bilan ko'rsatmang. Ilojingizni quchoqlab peshonasidan o'ping. Kirdimi? Hali zato qildimmi deydi-yu, zato kirdimi shu? Kiryaptimi? Ro'zani tutyaptimi? Peshonasidan o'ping. Bizda shunaqangi odatlar bor-da. Bitta yaxshi gapni gapirsa, "O, domla bo'lib qolibsizmi? Qoraka bo'lib qolibsizmi?" deydigan shunaqangi bir yiring odamlar bor.